Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Mana bizlar Nurobod tumani Nurobod 5-uy muammosi bilan yana chiqyapmiz. O'tgan safar ham o'sha YouTube'ga tashlagandik. Mana bu safar ham tashlayapmiz. Mana Gasindan keldi, prokuraturaga yozib tashladik. Xo'p, Gasin 3 kun ichida javobi chiqadi deganda 1 oy kutdik. 1 oydan beri javobi chiqqani yo'q, natija bergani yo'q. Prokuratura ham olib qochyapti, quruvchi ham olib qochyapti, Gasindagilar ham olib qochyapti. Hozir javobini bermasdan hozir bular o'zi usilit qilishni boshladi uyni. Mana qog'ozlaringiz bormi? Bironta qog'ozlaringiz bormi? Kafolat kartı bormi bu yerda boshlashga? Mana shu ochilganida mana shu tukkan. Mana Nurobod tumani Nurobod 5-uy. Kafolat kartı ham yo'q, hech narsasi yo'q. O'zlaridan o'zlari kelib turib qurilishni boshladi.